Yaqinda bitta video ko'rdim, bitta video qo'yganlar, RP sistema baza uchun, HLP lak uchun deb qo'yilgan. Bu noto'g'ri narsa. Aslida uni farqi yo'qdi. Imенно RPda baza sepish kerak degan joyi yo'qdi, yo RPda nima lak sepish kerak degan joyi yo'qdi. Shunaqa pistoletlar baza uchun RP stilda RP sistemada chiqarilgan. Baza uchun. Shunaqa pistoletlar bu. HLP lak sistemasiga chiqarilgan. Masalan, menda o'sha Ivatani Supernovasi bu, u HLP Clear lak uchun ishlab chiqarilgan. Lekin mana Ivatam Bellarian bu RP Brutur, bu lak sip oladi faqat. Baza sip olmaydi. Endi RP bilan HLP nima degani o'zi? RP скоростной pistolet густой материалlar uchun, средний давлениедagi pistolet. HLP высокодавленный pistolet suyultirilgan materiallar uchun. Chunki uni optimizatsiyasi melki, shuning uchun suyuqroq bo'lishi kerak. Quyuq narsani sep olmaydi u. RP sepaveradi, sal quyuqroq bo'lsa ham sepaveradi. Shuning uchun RPda tavsiya qilinadi aslida lak sepish, HLPda aslida tavsiya qilinadi baza sepish, optimizatsiyasi melki bo'lgani uchun, u tonki sloy bo'lgani uchun. Rangi mana shu sloy qalin bo'lsa, masalan, har bir sepilgan sloy agar RPda masalan 40-42 mikron bo'lsa, yo 45 mikron bo'lsa, nimada HLPda 30-35 mikron bo'ladi. Shu tomonlama HLPda rangi tushirish osonroq. HLPda lak sepsa, lakni suyultirish kerak. Quyuq qilib sepsa, masalan, RPning sistemasida lakni sepaman desa, HLP sepolmaydi. Lakni suxoy chiqadi. O'sha lakni masalan suyultirilmagan, mana bankadan oldingiz, shuni отвердитель qo'shdingiz, bir 50 gram разбавитель qo'shib RPda sepsa, chotki chiqarib beradi. Lak tez ham quridi, polirovka ham zo'r chiqadi. Polirovka qilaman desa. HLPda lak sepishi minus tomoni, uni разбавитель qo'shiladi. Разбавитель lakni yumshatadi. Ya'ni o'sha masalan lakni qirilish darajasi уже ko'payadi sepilgandan keyin. Chunki yumshoq bo'lib qoladi lak. O'shaning uchun HLPda emas, RPda lak sepish ko'pincha tavsiya qilingan. HLPda lak sepishi plus tomoni masalan o'sha suyultirib sepish kerak. RPda shart emas, разбавитель qo'shish shart emas. Mana shu tomoni bu. HLP suyultirilgan materiallar uchun, RP quyuq materiallar uchun. HLP высокодавленный и RP среднедавленный. Men RPda baza sepaman. Faqat bir uchida. Menda RP 1.3 man bu. Bu faqat Welcome X-Lite, Welcome Slim X-Lite, mana HTE 1.3. Bunda men BMWning kapotlarini sepaman. BMW, Mercedes, Cruzaklar, katta kapotlar sepaman. O'sha injiq ranglarni sepaman. Chunki oson. Скоростной, qo'lim charchamadi. Shu aytmoqchi bo'lgan narsam farqi yo'qdi. Kim qanday sep olsa, kimga qanday komfort bo'lsa. RPni ham HLPni ham plus minus tomonlarini aytib o'tdim. Tanlov har kim o'zining qo'lida.